balandga chiqish qiyin, lekin balanddan manzara chiroyli ko'rinadi. Mang'itning balandidan ko'rib turibsiz. Sizlardan balandlaringizga tomoshlaringizga deb penal olmasga qilajak bo'lsanizlar, Shohruxga aloqa chiqarasizlar. Buning ne foydasi? Issiq zo'r bo'ladi bu. Yana tez bitadi samolyotga o'xshab. Hamma narsa o'zimizda material ichida. Bu yonmaymi? Yo'q, yonmaydi umuman. Avvalgi videolarimizda ko'rsatganmiz, yonmay tomni. Profilni o'tib ko'rsangizlar bo'ladi, telefon nomerlarini yozib qoldiraman. Bosh deganlar ustida aqan yuribsiz. Oqshom quyilgan u. Bir kunda necha kvadrat qo'ya olasizlar? Bir kunda 10 sant bo'lsa 100 kvadrat, 5 sant bo'lsa 150 kvadrat. Necha so'mdan? 5 sant 35, 10 sant 60 mingdan qilib beramiz. Obyon ko'p bo'lsa? Obyon ko'p bo'lsa kelishtiramiz. Qanaqa sanchiqlar? Yana kelishtirasiz. Kelishtirib beramiz. Xullas, shunday penal olmas xizmatlari kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomeri bilan profilni qoldiraman sizlarga. Bu yengil bo'ladi. Firma taqlagandan keyin bo'lganimcha lombas qildirdi-da buni. Samolyot bo'lsa firmaga og'irlik tushib ketadi, yuk tushib. Bunda hozir 10 sant qo'ygan bo'lsak, 1 kvadratga 15-20 kilo yuk tushadi bo'lgani. Bu hech narsa emas. Joygadan aguzga tushmaydi. Agar samolyotdan shu 10 sant qildiraman desa, 1 kvadratga 150 kilo og'irlik tushadi. Yarlig'i ham ketmaydi bu. Yarmaydi.